Hi everyone, welcome to High Language Training Center, New Concept English Video Classroom. And I'm Ablajan. And today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 11. Okay, open on page 22. Sağlar yaxshimsizlar? Hamda bugun bu shu 11 dars o'qinimiz. Yani sizlar kitoblarning 22 bilan ochsanglar. Okay. Avvaldan bu shu darsimizdagi bir necha yangi so'zlarni bir o'rganib o'taylik. Okay. Birinchi yangi so'z nima desanglar? Whose. Okay, whose. Endi qaranglar bolalar. Ana bu yerga whose deganimiz nima desanglar? Whose. Kimning? Kimning? Endi bu yerga who, endi bu yerga s bo'lmay h no w h o ama bo'lsin bo'ldi desanglar who. Who deganimiz demak kim? Ana whose deganimiz demak kimning? Okay, whose degan kimning? Masalan, whose is this umbrella? Demak, endi bu kunlik kimning? Whose is this umbrella? Tushunami? Aniqda bu qalam kimning deganni deymiz. Whose is this pen? Okay, whose is this pen? Okay, and this is kim deganni deydik bular. Who are you? Okay, who are you? Good. Who are you? Okay, the next one is blue. Okay, blue. Okay, and bu yerga blue deganimiz nima desanlar? Ko'k degan gap, ha? Ko'k. Blue. Okay, and mana u asal so'zlaproq o'qiymiz, ha? U blue. All right, blue. Okay, blue deganimiz ko'k bo'ldi, and the blue shirt deganimizchi. Blue shirt. Okay, blue shirt deganimiz hamda ko'k rangli ko'ylak. Masalan, aytishimki, ma'nosini deymiz. Masalan, ko'ylak deymiz, ha? Odatda kostyum bir qo'llanishga kelganda shu shirt, nima? Blue shirt. Endi ko'k rangli qalam degani-chi? Blue pen. Yaxshi. Hamsa ko'k osmon, boshqa blue sky. Okay, blue sky. Good. Degani bo'ldi blue. All right. Next one is perhaps. Okay, perhaps. And perhaps deganimiz nima? Masalan, balkim. Perhaps. Demak, ma'lum bir ahvolga nisbatan siz shunga aniq jazm qilamisiz? Shu balkim deshil. Perhaps. Masalan, whose book is this? Bu kimning qalami desa? Oh no, sorry. Kimning kitobi desa? Perhaps this is his book. Balkim bu onun kitabi. Yoki perhaps this is her book. Balkim bu onun kitabi. Onun kitabi. Demak, kitob deganni deymiz. Book onun kitabi deganicha his book, her book. His o'g'illarning, her qizlarning. Evet, perhaps deganim bo'ldi bolalar. Perhaps. Perhaps. Good. Manimita blue. Good. Macho whose. Okay. Whose deganimiz kimning? Kimning u? Okay, next one is white. All right. White. You know, white is really beautiful color. Huh? Okay, and the white deganimiz nima desanlar? Oq rang. And the ma'no o'qiganda ma WH wa arabcha I Akhir I qanday qilmaydi desanlar, talaffuz qilinmaydi. Okay, what is this? This is white. Okay, white. White deganimiz nima? Oq ranglik. Masalan, ma ayol kiyib olgan, nima desanlar? Ko'ylak. A white dress. Okay, a white dress. What about next one is white shirt. Okay, white shirt. Ustiga nima kiyibdi? Oq ranglik. Nima desanlar? Ko'ylak. All right. Next one is catch. Okay, catch. And the one, okay, catch. Okay, please catch the football. Okay, please. Shu o'tinish so'zi yoki shu ana aytishlar spayish nima? Catch tutolmoq the football. Futbolni tutib Okay, va kishi o'xshatdimi ma'nosi nima? Shu catch bo'ladi, ha? Masalan, men sizga cho'ray, catch. Okay. Odatda yana nima bir narsani cho'rganda, voy tutar avatimizga, hey, catch. Catch. Nahmu shu catch. Catch. All right, catch.
Xo'sh, hamsa bu so'zliklarni jiqamaskan, shu tekst kelayli. Is this your shirt? Okay, is this your shirt? Hamsa buningki qisqagina bir karton filmni ko'rayotgan ekan. Hamsa tekstimiz boshlandik. Hamsa diqqat qiling. Whose shirt is that? Is this your shirt, Dave? No, sir. It's not my shirt. This is my shirt. My shirt's blue. Is this shirt Tim's? Perhaps it is, sir. Tim's shirt's white. Tim, Yes, sir. is this your shirt? Yes, sir. Here you are. Catch. Thank you, sir. All right, finished. Is this your shirt? Okay, and the teacher named that whose shirt is that? Okay, whose shirt is that? Okay, bu kimning nimasi? Ko'yniki. Hamda bu qanday kelgan desangiz, bolalar. Masalan, this is my shirt. Nima? This is my shirt. Okay, bu bo'lsa nima? Meningki ko'ynikim. And solga aylantirsak-chi, is this my shirt? Okay, nima? U bo'lsa mening ko'ynikimmi? Okay. Andaqda Ama yargı may degan ena qo'ymasa, bersangiz, mayni o'rniga nima almashtirib o'tamiz. Demakchi, bu shu whose degan almashtirib aralashtirsak nima bersangiz, is this whose shirt? Adat W yoki H bilan boshlangan savol almashtirib, adat jumlaning beshiga o'tkazib o'tilishunami? Shunga whose shirt is that yoki whose is this shirt? Mush ikki o'xshar ekan. Demakchi, bu kimning ko'yniki? Whose shirt is that? Yoki whose is this shirt? Yoki that shirt degan gap. Endi men yerga that, okay, that deganimiz arkadaşlar, nima avu. Oldinlariki bo'lsa this, ajraqlik bo'lsa that. Is this your shirt, Dave? Bu sizning ko'ynikingizmi, Dave debdi muallim. Shunami? Bu sening ko'ynikingmi? Shunami? Desa, no, sir, it is not my shirt. Oh, yo'q efendim, u mening nimam emas, ko'ynikim emas. No, sir, it is not my shirt. U nima emas, mening ko'ynikim emas. It is not my shirt. Okay? This is my shirt. My shirt's blue. Okay? Nima? Bu mening ko'ynikim. Okay? This is my shirt. Okay? And this is bu bo'lsa shunami? My shirt. My shirt's blue. And my shirt's deganimiz my shirt is deganning qisqartirilmasi. My shirt is deganning qisqartirilmasi. Shunga my shirt's blue. Meningki ko'ynikim ko'k rangda. Okay, and the ma ko'ynak demasam, oq rangli ko'ynak shunami? Is this shirt Tim's? Okay. Tim's deganimiz nima? Timning. Odatda hamda shu mobilakni birdamdekin language focus aniq bir tushuntirib qo'yaman. Tim's degan Timning degan gap. Masalan, Ablajonning shunami? Demak, is this shirt Tim's? Bu Timning nimasimi? Ko'ynakimi? Tushunamiz? Perhaps it's sir. Okay, and o timninki mo yoki emasligini jazm qilinmadi, shunami? Shuni o'ylanimda. Perhaps it's sir. Perhaps it's sir. Balkim shu timningniki, shunami? Tim's shirt's white. Tim's shirt's white dedi, shunami? Timning ko'ynagi bo'lsa oq rangli. Endi men Tim's shirts shikili cho'q peshtamizga qo'yib asqatliq ahvol bor. Shikili asli bu qaysi BP'da, qaysi egilik kelishning nimasi? Demakchi ning demakchi. Hanzuchira bayshog'iga bog'u ning, shunami? Tim's shirts white. Tim's degan nima birinchi asli nima desanglar, shu ning degan gap. Timning nimasi ko'ynagi, shirt is white bo'lsa oq rangli. Demak, endi men yerga Tim's shirts white. Demak, shu Timning ko'ynagi oq rangli. Tim deb chaqirdi. Yes sir. Muallim nima deysiz? Nima gapingiz bor dedi shunami? Yes degandan shu nima gapingiz bor dedi. Birisi excuse me deb so'rasam, yes, nima deytingiz? Nima gapingiz bor degan gap shunaqo. Is this
your shirt? Bu sizning ko'ynigingiz yoki bu sening ko'ynigingmi? Is this your shirt? Yes, sir. Okay, yes, sir. Here you are. Okay, here you are. Endi bu yerga here you are deganimiz nima? Elanga tutunga degan gap. Okay. Endi amaliyotda buni to'liq shaklda you are here degan gap. Bu odatda ta'tu jumla bo'lib, mana here degan beshiq olmashdi. Here you are. Demakki mana siz, demakki mana elanga degan gap bo'ldi. Catch. Endi bunda bir narsani cho'rib catch nima? Endi catch deganimiz tutunga. Odatda birisi cho'rganda catch deb tutib ol deymiz-ku. Thank you, sir. Rahmat muallim. Okay. Anaqa bu darsimizdagi language focus. Biz mushu o'rganishni keraklik. Intayim muhim zur bo'lgan bir necha muhim javhar nuqtalarni bir o'rganib chiqaylik. Endi birinchi mana whose shirt is this? Okay, whose shirt is this? Endi men yerga bu nima desam, bu kimning ko'ynagi? Kimning ko'ynagi? Endi bu nima desam, alohida so'roq jumla. Endi menda alohida so'roq jumlani talaffuz qilganda birinchi yo'lab qanday desanglar, mana bizniki talaffuzimiz qanday desanglar, bo'lgan siri oxiri qanday desanglar, sal ojizda. Masalan, whose shirt is that? Herkes whose shirt is that demaymiz, ha? Whose shirt is that? Whose shirt is that? Demek ki 5 sal egizrek başlığının ahırında pastaydı. Whose shirt is that? Şunama? Okay, and yes sir. Okay, yes sir. Yes sir dediğimiz de buludu. Yaki anda müşareke mühendisi nimi gipiniz vatı muallim bir sizin çağırırsa yes dediğimiz de nimi gipiniz vatı dediğin gap oldu. Yes sir, nimi deysiz muallim? Şunama? Here you are. Okay. Here you are. Okay. And here you are asıl şekli vallahi you are here degan gap. Siz bo'lsangiz mana. Endi ma here degan bu yer mana degan gap qo'yanda. Demak, birisiga bir narsani ko'rsatmoqchi emasdan, pasportinglarni mana ilanga, mana tutunga, mana da belki bir ko'z shuva, here you are degan gap shu. Mening kunlikim bilan paltorim desa mana ilanga mana. Demak, birisiga tanglaganda here you are deb emasmi? Yoki demak here it is. U bo'lsa mana. Yani u bo'lsa mana degan shu narsani ko'rsatmaydi. Mesela PPT boshqaruvchi ne desa? Hey, here it is. Mana demakchi it is here. Mana demakchi here degan mana degan gap bo'lamda. It is here. Aslida bu ta'til jumla here it is bo'ldi. Here it is. And that's all arkadaşlar. Agar ko'proq jiq narsani ko'rsatmoqchi bo'lsak-chi, here they are. Okay? Here they are. Mana ular demakchi. Stakanlarni menga bersangiz, here they are. Mana ular demak ko'p narsani ko'rgan here they are. Shunama bilan mesela here you are yoki here it is. It is. Agar mesela it is not. Endi misharik it is not ning qisqartirilmasi it isn't yoki it's not. Ama ikki xil qisqarsak bo'ldi. Birga it bilan BP ni birga qilib mesela it isn't yoki it's not. Okay, it's not. It's not. Okay, it's not. Endi bugungi darsimizda 30 degan nima 30. Oldingi darslarimizda masalan 10dan 20 sanab bo'lib endi 30 degan o'qiganda va tilimiz adoq ishlarida 30. Okay, 31, 32, 34, 33, 34, 35, 36 degan ekan. Okay. Endi misha bizning darsimizniki hamda yana bir grammatika nuqtasi bor. Grammatika nuqtasi bor. Endi masalan qaranglar. This is my shirt. Okay. This is my shirt. Demakchi u mening nimam? Okay, u meningki ko'ynigim. And this shirt is mine desanglar bo'ladi. Endi bu yerga mine deganimiz nima desanglar? Shu orqa sifat xarakterlik nima desanglar? Olmash. Okay. Birisi sifat xarakterlik olmash deganimiz masalan my shunami? Endi demakchi shirt sifatlab qo'yildi. Endi bu yerga ism xarakterlik olmash deganimiz nima desanglar? Mine, mening degan gap. Mening degan gap. Masalan this is mine. Okay, this is yours degandek. Okay, and this is whose shirt? Okay, this is whose shirt? And then this is my shirt. Shunami? And mine o'rniga hamda whose ni almashtirib aytdik, shunami? Whose ni almashtirib aytsak hamda bu alohida bir savol jumla bo'ldi.
Arada bu nima desanglar who aldığı yo'tqildigan. Endi bu yiben aylansak, oddiy savol jumlaga aylansak nima? Is this whose shirt? Bu kimninki? Nimasi? Okay, ko'yniki. Endi bu aldığı yo'tqi versek nima desanglar? Shu whose shirt is this? Okay. Yoki desanglar this shirt is whose?